Assalomu alaykum hammaga. Hammani hayit ayyomi bilan, bayrami bilan tabriklayman. Bayramda kim nima sovg'a? Bizlarga mana bu Rex quyonchamiz yengili tayyorlab qo'yibdi. Mana kecha video qo'yganimda joy tayyorlayotgandi. Mashalloh. Har doimgidek yuglarni yulib, chiroyli qilib tug'ib qo'yibdi. To'g'rimi? Bilasan? Qiynalmadingmi? O'zi yaxshi ko'radi bu odam. Va bu yoqda ikkinchi xona quyon. Bu ham yunglarini yulib, juda akkuratni qilib tug'ib qo'yibdi. Qani? Mashalloh, mashalloh. Buni lekin birinchi tug'ishi, borsan nari o'tib tur. Ko'rishinglar mumkin. Bu ham o'ta go'zal. Bola bergan Xudo xolasa barakasini bersin. Ayt. Mana bularni otasi. Shunaqa quyonchilik mazza. Charchamaylar, salomat bo'linglar.